Qiyomat kunida debdilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Banda aytarkan, "Ya Rabbim, namoz o'qidim, savoblarim yo'q-ku. Sadaqa, zakotlarini bergandim. Sahar o'rnimdan turib bomdod namozini o'qib, peshinlarni o'qib, yo'q, bu hasanatlarim ko'rinmayapti-ku." Alloh taolo aytarkan, "O'chirtirib yuborganman. Ig'vogarligingdan, g'iybatchiligingdan. Odamlarning g'iybatini qilaverganingda namozing o'chirilaverdi. Sadaqang, ro'zang o'chirib ketdi. Kerakmi shu? Va seni katta savoblaringni g'iybat qilgan odamingga yozdirdim ana. Xafa bo'lmang g'iybatingizni qilsa. Gap toshuv bilan g'iybat, birovning gapini toshish va g'iybat qilish iymonni shunchalik qirqib yo'q qiladiki, cho'pon yemni qirqqandek savoblaringizni va iymonni shunday ildiziga shunchalik ig'vo, g'iybat, gap toshish ta'sirini ko'rsatib, iymoningizni sug'urilib yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lar. Merojga chiqqanlarida Muhammad sallallohu alayhi vasallam ahli do'zax ko'rsatilgan. Ahli do'zax ichida chirib ketgan o'likni go'shtini yeyishyapti odamlar. Dod deyishyapti, sassiq, dod degan holda yeyishyapti. Alloh buyurgan va majburlamayapti. Sarvari olam aytdilar, bu sassiq go'shtni yeyotganlar kimlar? Bular odamlar, o'lgan o'lik odamni go'shtini yeyapti. Ig'vo, g'iybat qilganlar.